Xayrli kun hammalarga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlarga bitta narsa ko'rsatib o'tdim. Aytyapman, женский счастье 3 kun 4 kunda suv ichadi. Suvni ichida suvlab chanqatib qo'yish bor deyman. O'shanga suvni to'g'ri beringlar deyman. Qaranglar. Kecha bitta klientimizni men yo'q edim, tashlab ketibdilar. Kelganimda shunaqa ko'rib ham xafa bo'ldim, ham anaqa jahlim ham chiqdi de. Gulim o'lib qoldi, женский счастьем. Nima qilsam bo'ladi, qarab bersinlar deb tashlab ketuvdilar. Kecha ozgina men yo'q edim, keyin kelganimda shunaqa qaranglar. Bu kechadan beri qarayotganim mana ko'tarildi. Dahshatli darajada osilib qolgandi. Yotganda, prям yotib yer bilan bitta bo'lib yotuvdi. Mana bu hozir ko'tarilgani, kechadan beri qarayapman. Bu juda ham baland, yaxshi gulda. O'zini og'irligiga даже mana baylari ham sinibdi. Shunaqa chiroyli gullab kelayotgan gul chanqatib qo'yish kerak. Endi harakat qilaman, xudo xolasa, chunki buni gruntini ichi ho'l bo'lib yotibdi. Tagidan suv berdim, doriladim, suvni berdim, antistresslarini berdim, magniylar berdim. Inshaalloh harakat qilaman, gruntini o'zgartirmasdan joyidan qo'zg'atmaslikka. O'shanga stolga yonimga qo'yib qo'ydim, gaplashib o'tirman. Inshaalloh mana ko'tarilyapti, xudo xolasa ko'tarilib oladi. Ilohim o'zgartirmasdan gruntini shundoqligicha o'ziga keltirib olaylik. Chunki suv quyilavergan, bo'kib qolganda ildiziga yetib bormagan, ichmagan, noto'g'ri quyilgan suv, noto'g'ri qilingan suv. O'shanga har doim aytaman. Mana ichidagi kashposini olib turib tog'oraga solganinglarda yarmigacha suv ichsin, yarmigacha suv tursin. O'shanda har xil bo'ladi. Ildizlarimiz bittasi betda, bittasi betda, bittasi betda, bittasi betda bo'ladi. O'shanda mamilgacha tursa, hamma ildizga normalni yetib boradi. Turpo, rixli turpo uni shim oladi, mana shugacha o'zi. U yog'ini o'zini sekin berib turadi. Ana o'shanda hayron qolamiz. Nimaga turpog'im ho'l, lekin so'lib qolyapti? Chunki noto'g'ri sug'orilyapti. Ana o'sha uchun. O'shanga bu xatoni qilmanglar.